Boy aka o'z faoliyatini to'xtatadi. Agar kontentlarimiz manfaatsiz va vaqtingizni behudaga sarflashga sabab bo'layotgan bo'lsa, Chunki maqsadimiz shunchaki ko'ngilochar kontent tayyorlash emas, Aksincha, haqiqiy boylikni birga izlash. oxirgi bundan keyin Agar siz jamoamizning faoliyatini to'xtatishimizni to'g'ri qaror deb bilsangiz, minus belgisini, aksincha, yanada rivojlantirish kerak degan fikrda bo'lsangiz, plus belgisini izohlarda yozib qoldiring. Sizni fikringiz biz uchun muhim. Jamoamizning keyingi bosqichga o'tishi sizni fikrlaringizga bog'liq. Boy aka, haqiqiy boylikni birga izlaymiz.